Elektronikani o'rganganda mana bunday holat sensorlarini ham uchratib turasiz. U ba'zi bir uskunalarning tikka turganini yoki teskari turganini yoki qimirlayotganini bildiradi. Endi qaranglar, men holatni o'zgartiraman. Shunchaki holatini o'zgartirganim tufayli zanjir elektr energiyani o'tkazishni boshlayapti. Bu aslida position sensor, akselerometrlar, giroskoplar aynan mana shu prinsipni ishlatadi. Buning simobilik varianti ham bor. Qaranglar, bu tarafga og'dirganda bu tarafga qarab oqadi, bu tarafga qarab og'dirganda bu tarafga qarab oqadi. Odatda biror bir uskuna yuqoriga qarab ishlashga majbur. Aynan shu holatda xavfsizlik uchun mana bunday uskuna qo'yiladi. Agar mabodo teskari qo'yib qo'ysa, shunchaki elektr energiyasi uziladi va ishlamay qoladi. Buni ichini buzib ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, ichida sharikdan boshqa hech narsa yo'q. Mana bu sharik mana bunday qilib ulanganda elektr energiyani o'tkazishni boshlaydi. Teskari qilganda sim uziladi va tekis qilib ulaganda mana bunday qilib sharik pastga tushadi. Aynan sharikning pastga tushishi hisobidan bu sensor ishlab ketadi.